Xorazm Palas mehmonxonasining ro'parasida. Girib garajimizda şimdi 2 taza dom var. 4 etajlı domlu arı kısmı. 4. etajında 43 kvadrat bir xonalı kvartira. İçkariye girip görsatib baholarni aytib o'taman. Ketdik. Hurmatli kvartiramızdan chiqib keldik. Yangi domda 43 kvadrat bir xonalı kvartira. Bir xonani katta xelasi. İçi korobka holatida suvaqda turibdi. Yani bu xonasi 6 metre. 3,5 metrlik katta zal tushgan. Balandliklari ham zo'r. 320 330 balandligi. Yine aynalari bu yana qaragan. Gün chiqar tarafi. Giraverish eshiklarimiz, girgandan keyin katta perixoshka. Bani tualet ham normal jarib razmerda, kuxna razmeridan qarang, bir ulug' xona deyin. Yanda açık balkonu var. Gazla o'tib, uchochliklari ko'lib turibdi, suv ham kelib turibdi. Yanda açık balkonu var. Bakçaya qarab, acayip mesda. Xorazm Palas'ın doğrusunda yolun üstünde taza dom. 43 kvadrat. Banyasını ham gösterip o'tayım. Yine 2 metre su kanalizasyon tuttu. Suvaqda durdu. Uyumuzda narxı 265 milyon. Qizibdir vallahi ekrandaki nomerlara aloqa chiqaverasizlar. Kelishib beriladi. Bir xonalini katta xeli, balkonli, yine korobka holatida. Olib to'g'ri remontni boshlab beraverasizlar. Lokatsiyasi zo'r. Xorazm Palas mehmonxonaning doğrusu Mir kafeni yan başı. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.